Only Dilsa kanali do'stlar. Bugundan boshlab kanal ochildi do'stlar va bugundan boshlab sizlarga Dilsada foydali kontentlar olaman do'stlar. Xo'sh, men buni shunchaki bitta videocha qilib aytib o'tmoqchi edim, lekin qo'shimcha ma'lumotlar ham bermoqchiman keyingi videolar haqida. Keyingi videolar do'stlar tanga olmos yig'ish haqida bo'ladi. Bemalol shona bunaqangi qilsanglar bo'ladi. Hozirdan podpiskani tashib qo'yinglar. Agar shu videoda yaxshiroq aktiv bo'ladigan bo'lsa ham qo'yamiz, atak aktiv bo'lmasa ham qo'yaveramiz. Chunki biz odamlarga foydamiz tegishi uchun kanalni ochdik, demak do'stlar, shunchaki kanalga shunday like bilan obuna tugmalarini bosib qo'yinglar, bizga ancha foydali bo'ladi. Ya'ni tanga olmos yig'ishni pulga emas, tekinga o'zinglar qilsalar ham bo'ladi. Agar YouTube bloklaydigan bo'lsa bu videoni Twitch'da ochaman. Twitch tahlil etmaydi YouTube'ga. Agar shuni xohlaydigan bo'lsanglar, albatta like, obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Hammalarga xayr. Sizlar bilan Only Dilsa bo'ldi.